Gelinlar, Ramazonga tayyorgarlik menyumda sizlarga bu safar 8-9 xil menyu bilan keldim. Ro'zada qiynalmasligingiz uchun iftorlik va saharlik uchun har xil yeguliklar muzxonaga tayyorlab qo'yamiz. Birinchi menyumiz bu karomdan do'lma, o'zingizlar nachinkasini bilasizlar. Ikkinchi menyumiz izgara koftalar juda ham oson bo'ladi. Uchinchi menyuda esa domashniy danar juda ham barakali bo'ladi. Faqat bonfile go'shtidan tayyorlaylar. Hamma masalliqlarni to'liq opisaniyada yozib qo'yaman. Marinovkalagandan keyin muzxonaga solib, mayda pare qilib to'rab konteyner joylaymiz. 4-menyumizda bu tiftellar, guruch, qiyma, tuxum ziravorlar. 5-menyumizda esa yaprak sarmasi, ya'ni tokdan do'lmalarni o'rab qo'yamiz. Go'shtsiz, qiymasiz, qalamdek tugilgan zaytun yog'li sarmalarimiz tayyor. 6-menyumizda saharlik uchun yufka brendining lavashidan sigara bo'reklar o'rab qo'ydim. Nachinkasida oq tuzsiz brinza va quritilgan miyata. 7-menyumizda sho'rvalar uchun ko'pgina qilib frikazerkalar tayyorlab qo'ydim. Qiyma, qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, ziravorlar urib pishitib, dumaloq unlab muzxonaga joylaymiz. 8-menyumizda ispanakli bo'rak. Har doimgidek ishimni oson qiladigan yufka brendining bo'raklik yufkasidan foydalandim. Yufkani tayyorgina somsa xamiridan somsalar ham tayyorlab qo'ydim. Uni hammanglar bilasizlar, shu uchun ko'rsatmadim. Iftorlik, saharlik menyusiga 9 xil yegulik tayyor. Ro'zada qiynalmasdan kunimiz oshxonada o'tmaydi. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin, ibodatlarga quvvat bo'lsin.